Grammatikani o'rganyapsizda, lekin sizda foydasi bo'lmayapti. Bilasizmi sababini? Ko'pchilik grammatikani o'rgangandan keyin test ishlaydi o'sha mavzuni mustahkamlash uchun va o'sha kitobda berilgan mashqlarni bajaradi. Bu bilimingizni passiv holatdan aktivga hech qachon olib chiqmaydigan metodika va bu 1-avgustda imtihon topshiruvchilarga ko'proq effekt beradi. Grammatika stil o'rganish mumkin. Qayerdan olishadi shunaqa gaplarni? Ha, grammatika stil o'rganish mumkin agar qobiliyat juda ham kuchli bo'lsa. Ba'zi bir bolalar ular просто eshitish orqali любой tilni tez o'rganib ketishadi. Ularda Alloh bergan talant bo'ladi. Lekin aksariyat odamlarda обязательно birinchi grammatika. Grammatika deganda ham qanaqa? Grammatika desa ko'pchilik formulani yodlab oladi. Ana zero conditional, conditional one dash o'zim bilmayman u narsalar nomini. Chunki men hech qachon unaqa nomlarni ham o'rgatmaganman, formula ham o'rgatmaganman. Gapni yodlash kerak. Masalan, if I were you, I would help you. Agar sen o'rningda bo'lganimda men senga yordam bergan bo'lardim. Ko'pchilik nima uchun grammatikadan bezib ketgan? Sababi o'qituvchilar faqat formula yodlatishgan. Ular o'sha berilayotgan gapni kontekstda yodlashmaganda, passiv holatda ishlatish olmaydi. Aytadi, "Meni grammatikam kuchli, lekin gapira olmayman." Yo'q, sizlarning grammatikangiz kuchli emas. Sizlar faqat formulani yodlab olgansizlar xolos. Ana bo'ladi-yu, ko'chada bir tanish ko'rasizlar, u odamni ko'rib turganingiz uchun tanish, lekin ismi nimaligini ham bilmasligingiz mumkin, kimligini ham bilmaysizlar. Ko'pchilik shu holatda grammatikani o'rganadi va grammatikadan ko'ngli soviydi, o'ylaydi, menga grammatika kerak emas, faqat speaking. Qanday qilib bu siz iloji yo'q. Masalan, qarang. What is the weather like today? Bugun havo qanaqa? Hop, ko'pchilik like yoqtirmoq, yaxshi ko'rmoq degan ma'nosini biladi. Bu ma'nosini ko'rsa уже to'xtaydi. Nima bu? Shuning uchun grammatika degandagi tushunchani o'zgartirish kerak. Grammatika bu speaking. Bu hech qanaqa formula emas. Grammatikani o'rganayotganingizda, masalan, yangi o'rganayotgan formulangizga gap tuzing 10 ta, 20 ta. Kitobda berilgan mashq ham unaqa foyda bermaydi. Testda ham ishlab o'tirmang. Testda unaqa effekt bermaydi. Ular hammasi passiv, ular abituriyentlar uchun. Masalan, Murphy 63-yuntni olaylik. So'zat maqsadda degani, masalan, I'm coming here so that I can see you every day. Men bu yerga kelyapman, чтобы seni har kuni ko'ra olishligim uchun. Yokida Murphy 61-yuntni olaylik. There's no point in, ma'ni yo'q. There's no point in loving you. Seni sevishdan ma'ni yo'q. Yoki it's no use working with you. Sen bilan ishlashni foydasi yo'q. Mana shunday qilib, agar siz o'rganayotgan grammatikangizni gaplar bilan aktivlashtirsangiz, inshaalloh speakingingiz juda ham tez chiqib ketadi.